Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun e'tiboringizga bor yo'g'i 4 sotix yer maydoniga mo'ljallab chizilgan bir qavatlik ixchamgina 7 ta xonadan iborat bo'lgan uy proyektini namoyish qilmoqchiman. Avvalo uyimizning obzorini boshlashdan oldin sizlardan bittadan layk va podpiska, undan tashqari o'z fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirib ketsangiz, keyingi videolarda sizlarning xohishlaringizdan kelib chiqib uy proyektlarini tayyorlashga harakat qilaman. Xo'sh, bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, avvalo uyimizning uchastka razmerlariga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek eniga 16 metr va uzunasiga 27 metr va shu holatiga 4 sotixdan sal ziyodroq yer maydonini o'z ichiga oladi. Xo'sh, birinchi ko'cha tomondan va hovlilardan qisqacha umumiy ko'rinishda tushuntirib o'taman qayerda nima joylashganligini. Keyin uyimizning tomini olib plan ko'rinishini ham batafsil ko'rib chiqamiz. Xo'sh, ko'cha tomondan boshlaydigan bo'lsak, mana asosiy darvozaxonamiz bu yerda mashina turadi va davomida yozgi ayvonimiz bor, oilaviy o'tiradigan tapchan qo'yilgan joyimiz bor va mana bu katyol qismimiz uyimizning polniy hamma tomonini isitish uchun xizmat qiladigan katyolimizning fortishkasi bo'lyapti. Va bu tomonimizda kattagina 9 metrlik uzunasiga mehmonxonamiz joylashgan. Ya'ni eniga 9 metrlik mehmonxonamiz joylashgan. Yon tomonlarida qo'shnilar bo'lganligi uchun bu tomonda ham qo'shnilar bo'lganligi uchun devorlari, tomlari gulxoy qilingan. Xo'sh, hovli tomondan tushuntiradigan bo'lsak, ya'ni mana tepadan ko'rinishi uyimiz mana shunday P shaklida qilingan bo'ladi. Ya'ni darvozaxonadan to'g'ri mana kirib kelamiz. Kirib kelganimizda mana bitta mashina turadi yonida. Ikki tomonidan bemalol o'tib qaytishga joyimiz bo'lyapti va darvozaxonamiz davomida mana ko'rib turganingizdek tapchan bo'ladi. Yoz kunlari shu yerda bemalol o'tirsa bo'ladi. Mana bu aytganim katyolxonamiz mana bu yerda. Va bu yerda hovlimiz uchun bitta sanuzel ham qoldirib ketganmiz mana bu yerda. Ham mehmonxonaga ham yaqin, ham uy egalariga ham o'tirganda bemalol uyning ichiga kirib o'tirmasdan shu yerda mana ishini bajarib ketsa bo'ladi. Xo'sh, bu tomondan tushuntiradigan bo'lsak, bu yerda ham yana bitta kirish qismimiz bor. Eslatib o'taman, uyimiz ikkita oilaga mo'ljallangan, ya'ni bitta yosh oila va bitta otaxon onaxonlar uchun yana alohida oila uchun bo'ladi, ya'ni ikkita oila uchun bo'lyapti. Mana bu yerda yosh oila uchun mo'ljallangan 3 ta xonamiz joylashgan. Asosiy kirish qismi mana bu yerdan bo'ladi. Mana to'g'ri kirganimizda bitta detskiy xonamiz bo'ladi. Bu tomonda ham detskiy xona va mana bu yerda bitta ota-onalar uchun, yosh oila uchun yotoqxonasi ichida o'zining sanuzeli bilan birga bo'ladi. Bu tomonni tushuntiradigan bo'lsak, bu yerda ham mana yana bitta kirish qismimiz bor. Bu katta oilaviy o'tiradigan, choy ichib, televizor ko'rib dam oladigan umumiy xonamiz bo'lyapti. Ya'ni kundalik o'tiradigan xonamiz bo'lyapti va mana bu yerda bitta alohida oshxonamiz joylashgan. Ham oshxona, ham choy ichadigan xona sifatida foydalansa bo'ladi, chunki razmerlari kattagina bo'lyapti. Orqa tomondan tushuntiradigan bo'lsak, bu yerda mana bitta yozgi oshxona ham tashlab ketganmiz. Mana bu yerga G shaklida masalan yozgi oshxona mebellarini joylashtirsa bo'ladi. Va bu tomonimizda mana yo'lak bor. Bu yerga ham yo'lak orqali kelinadi. Bu tomonda mana yana bitta otaxona onaxonlar uchun yotoqxona qoldirib ketilgan. Umumiy hisobda 7 ta xona bo'lyapti. Xo'sh, endi yana ham tushunarli bo'lishligi uchun endi tomlarini olamiz. Bir boshdan planirovkasini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, tomini olib turamiz. Mana yuqoridan ko'rinishi, kimga kerak bo'lsa bemalol skrinshot qilib olishlari mumkin bo'ladi. Eslatib o'taman, uyimizning razmerlarini ko'pchilik so'rayapti. Nimaga razmerlarni qo'yib ko'rsatmay ketyapsiz deyilyapti. Chunki razmerlari alohida to'lab olamiz. Chunki razmerlarni shunchaki bera olmaymiz. To'g'ri tushunasiz. Bizda ham tirikchiligimiz shundan bo'ladi. Razmerlar kerak bo'lsa bemalol Telegram nomerimni mana bu yerga qoldiraman. Aloqaga chiqsangiz ma'lum bir summa evaziga razmerlarni ham tashlab beramiz yoki xohlasangiz shu uyni o'zini razmerlari beriladi yoki sizni uchastkangizni razmerlarini kelib chiqib yoki o'zingizning xohishlaringizdan kelib chiqib razmerlari, xonalar joylashuvlari o'zgartirib ham beriladi. Xo'sh, bir boshdan tushuntiradigan bo'lsak, mana darvozaxonamiz, to'g'ri kiradigan bo'lsak, mana bitta mashinamiz turadigan joyi bor. Ikki tomondan ham o'tib qaytadigan joyi bo'lyapti. Va bu tomonimizda mana katyolxonamiz bu yerdan kiriladi. Ko'cha tomonga qaragan mana bunday derazasi bo'lyapti. Xo'sh, to'g'ri o'tadigan bo'lsak, mana yozgi ayvonimiz, o'tiradigan oilaviy. Mana bu yerda masalan o'tirganimizda hovlimiz ham chiroyli ko'rinib turadi. Ham hovlimiz ham mana bu yerdan ko'chadan bironta chaqirib kelganda ham darvozaxonamizdan juda ham chiroyli ko'rinib turadi. Xo'sh, bundan davomida mana bitta mehmonxonamiz bo'lyapti. Kattagina aytganimdek, mana razmeri bitta shuni mayli razmerini keltirib o'taman. 9 metrlik. 9 ga bunaqasi adashmasam 4 edi mana. 9 ga 4 metrlik kattagina mehmonxonamiz bo'lyapti. Bu yerga kirishimiz mana
aylanib kelib ayvondan o'tib mana bu yerdan to'g'ri kiramiz va shuning yonida mana hovlimiz uchun bitta sanuzel bo'lyapti. Unitaz bilan rakvina bemalol joylashtirib qo'ysa bo'ladi. Hatto bitta dushovoy kabina ham joylashtirib qo'ysa bo'ladi ichiga. Va keyingisi mana yosh oila uchun alohida bitta korpus, 3 ta xonamiz ketma-ket joylashgan va bu yerga kiradigan qismimiz mana bu yerdan bo'ladi. 3 ta zona bilan to'g'ri kiramiz. Kirganimizda mana bu yerda mana koridorchamiz bo'lyapti. To'g'ri kiradigan bo'lsak, ikkinchi detskiy xonamiz, bu tomonda mana birinchi detskiy xonamiz hovlidan qaraganda va bu tomonimizda ota-onalar uchun birinchi spalnyamiz bo'lyapti. Mana bu yerdan to'g'ri kiriladi va o'zini ichida mana kichkinagina dushvoy kabinachasi bilan birga bo'lyapti. Va mana bu yerda mana dushvoy kabina, fortishkachasi bo'lyapti. Hovlidan qaraganda mana shunday holatda bo'ladi. Va buning davomida mana oshxonamiz bo'lyapti. Umumiy oshxonamiz bu. Bu yerga kirish mana bu asosiy kundalik xonamizda, ya'ni holdan bo'lyapti. Mana bu tomondan qaraganda, hovlimizni boshidan qaraganda mana shunday ko'rinib turadi. Kirganimizda bu yerda oilaviy xonamiz. Bu yerga divan, kreslo, uglovoy divan qo'yib, televizor ko'rib, choy ichadigan xona sifatida, oilaviy yig'iladigan xona sifatida foydalansa bo'ladi. Va bu yerdan qisqagina koridorchaga o'tamiz va koridorcha orqali mana bu oshxonamizga ham kiriladi. Ya'ni ovqat pishiradigan va choy ichib, stol suvdan qo'ysa bo'ladigan kattagina razmerdagi xonamiz bo'lyapti. Va mana bu onaxonlar uchun alohida spalnyamiz, ya'ni ikkinchi spalnyamiz bo'lyapti. Va yonida umumiy sanuzelimiz bilan birga bo'lyapti. Va orqa tomonga qaragan mana fortishkasi va oxirgisi mana yozgi oshxonamiz. Bu yerda mana tandir, o'choq, shunga o'xshagan hovli uchun, to'y ma'rakalarda ishlatilishi uchun ozgina joy qoldirib ketganmiz. Mana shunday holatda bo'lyapti. Umumiy ko'rinishda mana shunday 7 ta xonalik ixchamgina, kam xarajatli uyimiz bo'lyapti. Mana yurtdoshlar, qo'ldan kelgancha ko'rsatib tushuntirib o'tdim. Biror talab, takliflar, buyurtmalar bo'lsa bemalol tortinmasdan murojaat qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Telefon nomerimni va Telegram nomerimni mana bu yerga pastga qoldirib ketaman.